Assalomu alaykum. Biz hozir Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tuman Xo'jaqishloq mahallasida joylashgan 359-sonli kontur dala ekin maydonidamiz. Ushbu dala kontur maydonimiz 10 gektar yerda joylashgan. 2024-yilda Biznesni rivojlantirish banki Jarqo'rg'on tuman bank xizmatlari markazi hamda tadbirkorlar birlashmasi asosida loyihalashtirilgan ushbu dala konturimizda karam mahsuloti ekilgan. Bu karam navi Faroba F1 hisoblanib, eksportbop karam hisoblanadi. Dala ekin maydonimiz yon tomon uzunliklari 292 metrga 441 metr, kengligi esa 278 metrga 302 metrni tashkil qiladi. Ushbu karam navimiz 150 kunda to'liq pishib yetiladi. Har bir gektaridan 50 tonnadan, umumiy 10 gektardan esa 500 tonna karam pishib yetishtirishda rejalashtirmoqdamiz. Hozirgi kunda pishib yetishtirilgan karamlarni eksport qilishni boshlashgan tadbirkorlarimiz.